Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 11-iyun haftani chorshanba kuni 2025-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Bu akamiz buni materiallar olib chiqib qo'yishibdi. Bu 3D shekliga. Nech pul deyapsiz buni? 11 ming so'm metrimi? Kiloga sotmaysiz. Faqat metr. Buni ham bir xil. Buni bir xil hammasi. Ha, siz bitta rulon sotasiz. Shundaymi yo 1 metr ham kesib berasizmi? Metrga ham kesib beradi. Shu anaqani aytib qo'yaylik-da. Ikkalasi ham. Ha, metrga ham sotaverar ekan. 1 metrini shunda o'lchaydi, kesib beradi. O'sha 3D'larni 1 metri nech pul deyapsiz? 11 ming beradi, 1 metr kesib beraverasiz. Bo'ldi. Agar mana rulonni ham o'lchaydi. Buni bilan ham 11 ming, Metrga ham 11 ming so'm ekan, ruloni bilan ham 11 ming so'm ekan. Mana har xil rangi bor. Men ham aniq qilib aytkim keladi, hali. Kelaverasizlar, deb chuchmalga o'xshab. Odamlar har xil yerdan ishini, vaqtini ketkazib keladi-da, hali ishini to'xtatib qo'yib. Bu atlaslar nech pul deyapsiz aka? Atlaslar 11,5 500 so'm. 11,5 ming so'm ekan mana atlaslar. Har xil bor. Har xil nimasi bor ekan. Buni endi o'zi ishlab chiqarmasangiz kerak, olib kelib sotasiz. Hammasi Xitoydiki. Mana pechatini ham ko'rsatdim. Bo'l, pechatni ham mana qaranglar. Mana. Mana bag'da ham bor ekan, mana. Yaxshi, sizni nomeringiz nechi? 88lik. 88lik. Ular 14 ming. Ha, 955, 955. Hop, 58, 57. 58 57 ga telefon qilaverasizlar. Mana shu materiallar kerak bo'lsa mana. Atlasni hammasi